Hozirda sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan voqeligimizning barchasi xayolot mahsuli bo'lib, undagi voqeliklar hamda qahramonlarning barchasi to'qima obrazlardir. Bu sondagi hikoyamiz avvalgilariga nisbatan biroz tabni xira qiluvchi sahnalarga ega bo'lgani bois, tinglash uchun tavsiya qilinadigan yosh chegarasini 21 yosh qilib belgilab qo'ydik. Shu asnoda ushbu yosh ko'rsatkichiga yetmagan tinglovchilarimizni ushbu hikoyani tinglashdan tiyilishga chaqirgan bo'lardik. Har holda biz sizning sog'lig'ingiz uchun befarq emasmiz. Toshkentning chekkaroq hududlaridan biri bo'lishiga qaramasdan, fayzli va so'lim bo'lgan Huvaydo kunduzi oddiy ko'ringani bilan bu joy kechasi boshqacha tus olardi. Tor ko'chalar, eski uylar va ba'zan sababsiz o'chib yonadigan ko'cha chiroqlari mahallaga o'zgacha kayfiyat bag'ishlardi. Odamlari sodda va mehmondo'st, avvaldan muqim insonlar istiqomat qiladigan maskan. Ammo ushbu so'lim hududni ham o'ziga xos mash'um tarixi mavjud edi. So'nggi yillarda Huvaydoda ham uyg'onish mavsumi boshlangani yaqqol sezildi. Yangidan yangi imoratlar, maktab, bog'cha va binolar, hovlilar tezlik bilan qad ko'tara boshladi. Bir-biridan jimjimador tus olgan hovlilar xuddi kim o'zarga musobaqa qilayotgan arxitektorlik namoyandalariga o'xshardi. Ammo birgina Tarona ko'chasidagi ushbu uy bundan mustasno edi. Devorlari eskirgan, bo'yoqlari ko'chib ketgan darvoza va unga ilingan zang bosgan taqi, romiga qoqilgan parda va uning shamol natijasida ilma-teshik bo'lgan holatidan ushbu xonadonda uzoq yillardan beri inson istiqomat qilmasligini tushunish qiyin emasdi. Ayrim sarmoyador insonlarning ushbu eski hovliga qiziqishi ortib bordi. Chunki yeri keng, sakkiz sotiq, darvozasi esa yo'lga qaragan, qolaversa eskirgani uchun narxi yer hisobida sotilishi tabiiy edi. Shu bois xaridorlar ham ko'p bo'lgandi. Ammo uyning egasi haqida ma'lumotlar yo'q edi. Qo'ni-qo'shnilar bu uy va uning sohiblari haqida gapirishni nimagadir istashmasdi. Oxiri Javohirboy ismli qurilish firmasi rahbari katta tadbirkor ushbu hovliga kirishib, izlangan holda eski arxivlarni ko'tarib, undagi ozmuncha ma'lumotlarni topishga musharraf bo'ldi. Unga ma'lum bo'lishicha, bu hovlida oldin bir ayol o'z qizi bilan istiqomat qilgan, keyinchalik ayol o'z qizini o'ldirib, so'ngra o'z joniga suiqasd ham qilgan ekan. Protokolda sabab sifatida oilaviy nizolar ko'rsatilgandi. Javohirning xayoliga keladigan fikrlardan biri eri tashlab ketgan yoki boshqasiga uylangan bo'lsa, alamdan ayol shu tariqa qasos olgan bo'lsa kerak degan jumlalar keldi. Javohirboy o'z tanishlarini ishga solgan holda bu hovlini egasiz qolgan maqomini berib, uni davlat balansiga o'tkazishga erishdi. Rostdan ham hech qanday merosxo'r yoki da'vogarlar yo'qligi sababli hujjatlarning rasmiylashtirilishi nisbatan oson kechgandi. Endi uni davlat balansidan xususiylashtirish ishlari qolgandi xolos. Bu ham oson bitadigan jarayon edi u uchun. Shu bois u xayolida hovlini buzib, uni tekislab, boshqa bir reja asosida qurilish ishlarini boshlashga kirishib ketgandi. Payshanba kuni kechqurun bo'lajak imoratini ko'zdan kechirish maqsadida hovliga keldi. Eshikning zanglab yotgan qulfini buzib, xuddi o'z mulkini tasarruf qilayotganday kirdi. Mahalladan o'tayotgan odamlar ham hovlining yangi egasi bo'lsa kerak deya ahamiyat berishmadi ham. Ammo ko'p o'tmasdan hovlida baland qichqiriq ovozi yangradi. Javohir darvozadan otilgancha ko'chaga yugurdi. Darvozadan chiqiboq yerga qoqilib yiqildi va shu joyni o'zida joni uzildi. Ko'chada mashinasini yo'l chetiga qo'yib pista chaqib suhbatlashib o'tirgan o'smir yigitlar yordamga shoshilishdi. Tez tibbiy yordam chaqirildi. Yetib kelgan tez tibbiy yordam xodimi o'lim holatini qayd etdi. Bu voqea Huvaydoda juda tez shov-shuvga aylandi. Kamera yozuvlarida ham Javohirboyning hovliga kirishi-yu, sal o'tib hovlidan otilib chiqib ketishi tasvirlari Telegramning Huvaydo mahallasi nomli guruhida ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. Ayrimlar
Tadbirkor haddan ziyod ko'p ishlagani bois yuragi charchagan, eski uyga kirganida ko'ziga ko'ringan yoki bexosdan o'zi bosib sindirib qo'ygan taxta yoki oyna vahimasidan yuragi yorilgan bo'lsa kerak degan taxminlarni ilgari surgandi. Ammo yana bir toifa insonlar izohlarda eski uyning o'z egalari bo'lishi, yangi mehmonni qabul qilinmagani, shu taxlit yangi mehmon shu asnoda jazolanganini bildirgan izohlar ham bor edi. Guruhning yoshi katta vakillari hamda mahalla raisi nasihat tariqasida bunday bo'lmag'ur yoki isbotini topmagan gaplarni tarqatmaslikni aytib, bu ish bilan tergov shug'ullanayotgani va yakdil xulosani rasmiy tergov berishini ma'lum qildi. Shu taxlit yoshi kattalar ushbu vahima yoki gap so'zlarni qisqa qilib bo'lsa ham cheklashga urinishgandi. Ammo mahalladagi yo'l yoqalarida qora Gentra, Malibu avtomobillari atrofida to'planib, kola hamda pistani kapot ustiga qo'yib o'zaro suhbat quradigan o'smirlarning asosiy mavzusi baribir shu boy tadbirkorning o'limi bo'ldi. Ko'plab yoshlar uning turli xil bir rusumdagi mashinalarda yurishi, Toshkentning ko'plab joylarida ko'p qavatli imoratlarni qurdirgani, dang'illama hovlilari borligini aytib, unga juda ko'p havas qilishardi. Ammo shunday boy insonning g'alati o'limini hazm qilish rostdan ham o'smirlar uchun juda qiyin edi. Sodir bo'lgan har qanday o'lim holati Ichki ishlar vazirligining tegishli mutasaddi bo'linmalari tomonidan o'rganiladi va bu barcha davlatlarda mavjud tizim sanaladi. Ushbu o'lim ham o'z qoidasiga muvofiq o'rganilish uchun tergov departamenti xodimi, yosh va g'ayratli Ulug'bek Shukurov ismli xodimga topshirildi. Shukurov Ulug'bek bobosining qo'lida ulg'aygan, ota-onasi yoshligida avtohalokat sababli vafot etgan yigit edi. Bobosi ham o'ta g'amga botib, tunlari uxlay olmaydigan darajaga kelib, qarilikdan ezilgan kishi edi. Bobosi vafot etgach, Ulug'bek ham Toshkentga o'qishga kelgan, har holda uni endi uyga tortib turuvchi yoki uni uyda kutuvchi insonni o'zi ham yo'q edi. O'lim sabablari tibbiy ekspertiza, xalq tilida qisqagina qilib med ekspertiza tomonidan o'rganilib, xulosa berilgani uchun ishni yopish aslida unga oson kechardi. Har holda jinoyat yoki qotillik alomatlari yo'q. Ulug'bek esa yosh kadr bo'lgani uchun asosan kollektivda tezroq o'z obro'-e'tiboriga intilayotgan xodimlardan biri edi. Shu bois unga bu ish erinish tuyuldi. U seriyali qotillik yoki murakkab jinoyatlarni ochishni istardi. Ensasini qotirgancha o'lim haqidagi xulosalarni jamlab, deloni tugatish borasida xulosa chiqarish uchun prokurorga taqdim qildi. O'zi ham delo bilan alapartish tanishib chiqdi. Har holda prokuror savol berib qolsa, uyalib qolishdan hayiqdi. Katta sarmoya egasini vafoti haqidagi rasmga qarab biroz kulgisi qistadi ham. Marhumning ko'zlari katta-katta ochilgan, qoshlari yuqoriga ko'tarilgan, xuddi juda qo'rqib ketgan odamdek edi. Rostdan ham o'lim tarixida qo'rquv natijasida yurakning to'xtashi qayd qilingandi. Ulug'bek uning yuziga tikilib, shu qadar boy odamni aql bovar qilmas holda o'lim topganiga achindi ham. Xayolida esa shuncha biznes qilasan, yugurasan, yelasan, oxirida qo'rquvdagi turqing bilan o'lib ketasan. Bechora, deb ham qo'ydi. Ishni tugatish so'rovi bilan hujjatlarni topshirib, o'zi uyiga qaytdi. Aslida bunga ham 3-4 kun ketadi, ammo hal bo'ladi. Prokuror ham voqeadan juda yaxshi xabardor. Shu bois ortiqcha taftish qilmasdan ishni yopib yuboradi. Shundoq ham jinoyat va shikoyatlar ko'p, har biriga esa ulgurish kerak axir. Ertasi kuni tong saharda prokuror o'rinbosari Ulug'bekka Telegram orqali ovozli xabar yubordi. Ulug', yaxshi dam oldingmi? Huvaydoda yana bir o'lim qayd qilinibdi. Sen u yerlarni yaxshi bilasan. Bunga ham delo ochib, ishni yopib yubor. Men tasdiqlab beraman. Jinoyat alomatlari yo'q. Ulug'bek ensasini qotirdi-yu, ammo rad qila olmasligi uchun xo'p bo'ladi deb javob yozib yubordi. Erinibgina papkalarni olib yana Huvaydoga yo'l oldi. Yig'ilgan materiallar va vafot etish tafsilotlarini olib, jamlab ularni deloga tika boshladi. Bu safar kim o'libdi deb marhumning suratiga qarab biroz taajjublandi. Marhum ham yaqinda vafot etgan inson kabi quruvchi tashkilotning rahbari, Toshkentda o'z nomi va mavqeiga ega sarmoyadorlardan edi.
Qiziq jihati, uning ham o'limi xuddi undan oldingi kabi bir xil holatda qayd qilingan, ya'ni qattiq qo'rquv natijasida yurak urishi tempi shikastlanishi. G'alati-a? Bunisi endi qiziq bo'ldi-yu, deb o'lim qaydnomalarini varoqlay boshladi. Unda yozilishicha, marhum xuddi avvalgi inson kabi aynan Huvaydodagi Tarona ko'chasidagi ushbu eski hovliga borgan. Hovliga kirib chiqqan vaqtlari ko'chadagi kamera tasvirlariga ham muhrlangan. Noodatiy jihati, u ham hovliga xotirjam holatda kirib, juda qattiq qichqiriq va vahima bilan ushbu hovlidan otilib chiqqan. Ammo qoqilmagan. Yuragini mahkam ushlagancha mashinasigacha yetib borgan va mashinasiga suyangan holatda yiqilib jon taslim qilgan. Uning ham yuzidagi qo'rquv alomati xuddi bundan avvalgi kabi bir xil ifoda olgandi. Oradan bir hafta o'tib, Ulug'bek ikkala ishni ham yopishga erishdi. Aslida qiyin ham emasdi, ammo g'alatilik yaqqol sezilib turardi. Bir necha kun o'tib, Ulug'bekka yana prokuror yordamchisi ovozli xabar yubordi. Unda Huvaydoda yana bir o'lim xabari kelgani, avvalgilari bilan o'xshashligi uchun Ulug'bekka yo'naltirilgani aytilgandi. Ulug'bek bu safar erinmasdan, aksincha taajjublangan holda Huvaydoga yo'l oldi. Mazkur joydan kamera tasvirlarini oldi va ularni diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. Unda fuqaro Tarona mahallasidagi o'sha mash'um eski hovliga kirib, xuddi avvalgi marhumlar kabi bir xil ssenariydek o'lim topgandi. Vafot etgan fuqaroning o'limi oldidagi holati xuddi qo'rquvdan dahshatga tushgan yuz ifodasida yaqqol sezilib turardi. Ulug'bek uchun endi bu o'limlar juda g'ayrioddiy ko'rina boshladi. Vafot etgan fuqarolarni o'zaro bog'liqliklari bor yoki yo'qligini taftish qilishga kirishdi. Bu vaqt mobaynida Huvaydoda ushbu uy atrofida yana bir kishi o'z ajalini izlab kelgandi. Bari videokamera tasvirlariga muhrlangan, ya'ni bu borada jin yoki arvohlarga to'nkashning imkoni yo'q, ammo endi biroz o'zgacha tusda, ya'ni uydan qochib ostona oldida emas, aksincha shu mahallaga yaqin hududda vafot etishgandi. Masalan, so'nggi o'lim nisbatan biroz boshqacha edi. Aynan ushbu hovlidan biroz nariroqqa borgan va turgan joyda yiqilib vafot etgandi. Tibbiy ekspertizada uning og'zidan oyna siniqlari chiqadi. Marhum oyna bo'lagini og'zida olib yurib, uni yutishga uringan ko'rinadi va ichidan qon ketishi natijasida halok bo'ladi. Bu voqealar mahalla orasida juda shov-shuvga aylandi. Odamlar endi shomdan keyin bu xonadonni aylanib o'ta boshlashdi. Ayrimlar ayoli yoki bolalariga ushbu tomondan o'tishni mutlaqo taqiqlab ham qo'yishdi. Avvallari 24 soat gavjum bo'ladigan Tarona ko'chasi bir zumda huvillab qolgandi. Guzarga ham qariyalar chiqmay qo'yishdi. Yo'l yuzidagi oziq-ovqat do'koni ham savdo oqimi pasaygani natijasida yopilib ketdi. Odamlar kunduzi ham bu joyni aylanib o'tishi ortidan eski hovliga tutash qo'shnilar ham ushbu uylarini sotish payiga tushib qolishdi. Avvallari Huvaydoga desa savol bermagan kirakashlar endilikda Huvaydoni qayeriga deb so'raydigan bo'lishdi. Bora-bora bu yerlar huvillagan Huvaydo nomini oldi. Bir ko'rkam ko'chaning manzarasi bir oy ichida tanib bo'lmas darajada huvillab qolgandi. Ulug'bek esa borgan sari bu sirli vafotlardan halovatini yo'qotgandi. Nima uchun sog'lom, aqlini tanigan insonlar shu hovliga o'z oyog'i bilan kirib, chiqayotganida turli vajlar bilan o'lib ketyapti? Ularni hovlida nima qo'rqityapti? Degan savollarga hali hanuz javob bera olmasdi. Darvoza esa qulfsiz, eshigi xiyol ochilgan holida turar, xuddi o'zingga ishonsang kirib ko'r degandek his-tuyg'uni bag'ishlardi. Ulug'bek odatda jin yoki arvohlarga ishonmaydi. Axir u tergovchi-ku. Ammo shu safar qaltis xatti-harakatlarga qo'l urishni istamadi. Shu bois hovlini dron orqali osmondan ko'zdan kechirmoqchi bo'ldi. Umuman olganda hovlini taftish qilish yoki tintuv qilish borasida hech kimning e'tirozi yo'q, ammo mulkiy daxlsizlik sababli tegishli ruxsat yoki prokuror sanksiyasiz bu hovliga kirish xodimlarga mumkin emasdi.
Shu bois Ulug'bek tun yarmida dron kamerasi orqali hovlini ko'zdan kechirmoqchi bo'ldi va shu zaylda o'z karyerasini xatarga qo'ygisi kelmadi. Odamlarni qo'rqitayotgan narsa yoki jismga u juda qattiq qiziqib qolgandi. Tun yarmida dron hovli uzra uchar ekan, ancha yildan beri odam yashamaydigan hovlini zimdan o'rganishga kirishdi. Hovlida chilma o'tlar o'sib yotar, uzum toklari to'g'ri kelgan tarafga o'sgan, deraza oynalari allaqachon chilparchil bo'lgandi. Supa va yo'laklarning changi qalin bo'lib ketgan. Hovli o'rtasida esa sovet davridagi rezina qo'g'irchoq yotardi. Ulug'bek dronni yerga yaqinlashtirib, yerda qandaydir bir detallarni izlashga kirishdi. Har holda marhumlar nimadir element yoki shaxsiy buyumlarini tushirib qoldirgan ehtimoli borligini o'rganishga harakat qilardi. Shu tariqa 8 sotixli hovlini salkam 1 soat ko'zdan kechirgan Ulug'bekni ko'zi uyqu aralash ko'ra boshladi. Hovlida yotgan qiz qo'g'irchoq ustiga kelganida qo'g'irchoqning ko'zlari ochilishi bilan Ulug'bekning ko'zlari katta-katta ochilib, uyqusi ham o'chib ketdi. U ko'rgani rostmidi yoki uyqusiradimi fahmlamay qolgandi. Xuddi tush va reallik o'rtasida qaysi biriga borishni bilmay qolgan insondek edi. 90-yillarda ulg'ayganlar buni juda yaxshi bilishadi. Odatda bunday rezina qo'g'irchoqlarning ko'zi qo'g'irchoqni tikka tutganda ochilib, yotqizganda yumiladi. Yerda yotgan qo'g'irchoqni ko'zi ochilishi esa aslida g'ayrioddiy va qo'g'irchoqning tuzilish fizikasiga mutlaqo to'g'ri kelmasdi. Ulug'bek xayolida ham shu fikrlarni o'tkazib, qo'g'irchoqqa biroz tikilib turdi. Hech qanday harakatni ko'rmagach, ko'zim ilindi shekilli deb o'zini xotirjam qildi. Shu payt oyna siniqlari ovozi eshitildi. Mikrofon ovozini ko'tarib, dronni yon atrofga qarata boshladi. Shamolda oyna sindimi yoki uni kimdir bosdimi, xodim tushuna olmasdi. U dronni biroz osmonga ko'tarib, nimanidir kutib turgandek bo'ldi. Umuman olganda shubhali hech nimani topa olmadi, ammo baribir bu hovlidagi sovuq atmosfera odamni ko'nglini notinch qilaverardi. Qiziq, dron hovli uyiga kira olarmikin, sig'armikin deb o'ylanib, dronni ayvondagi eshikka olib bordi. Oppoq eshik, oynasi bor. Oldinlari bunday eshiklar moda bo'lgan. Ulug'bek dronni ichkariga kiritmadi. Qanotlari sig'may, dron singudek bo'lsa, uni to'lovi unga juda og'irlik qilardi. Shu bois dronni qaytarib, egasiga ertasi kuni topshirishni o'yladi. Dronni endi ko'tarmoqchi ham bo'lgandi, oq eshikning oynasida nimanidir aksi ko'ringanday bo'ldi. Kamera bir-ikki lippillab yana tasvirni ekranga uzatdi. Ulug'bekning yuragi yorila yozdi. Turgan joyda tasvirni yaqinlashtirdi. Oyna aksida paranjini eslatuvchi bir qora libosdagi bir insonni ko'rgandek bo'ldi. Ulug'bek odamlarni kim qo'rqitayotganini anglagandek bo'lgandi. O'zim ham bilgandim. Axir bu inson faktori, dedi va kamerani ortga o'girib, asl shaxsni ko'rmoqchi bo'ldi. Har holda oynadagi aks sabab jism juda xira edi. Dron 180 gradus ortga o'girilishga ulgurmay tasvirni uzib qo'ydi. Shu bilan uydan ko'rib kuzatib o'tirgan xodimning ekrani qora rangdan o'zgasini ko'rsatmay qo'ydi. Chinursan, dronning quvvati tugadimi? Yo o'sha kishi sindirdimi? Fosh bo'lishdan qo'rqdimi, a? Borib olib kelish kerakga o'xshaydi. Yozib olingan tasvirlarni kompyuter xotirasiga saqlab qo'yib, uni qayta ko'rmoqchi bo'ldi. Ammo hech qanday bir tasvir efirga uzatilmadi. Ulug'bek endi o'z xatti-harakatlaridan shubhalanib qoldi. U kamera dast avval o'zi tasvirga olmadimi yoki bu xotiraga yozish funksiyasini yoqmadimi tushuna olmay qolgandi. Ammo juda charchagani bois uxlashni afzal bildi. Tun yarmida dahshatli tushlarni ko'rib, uyqusi ham buzildi. Amallab tong ottirdi. Ertasi kuni tongdayoq o'zi shu hovliga borib, dronni olib kelishga yo'l oldi. Eshik oldiga kelib biroz tikilib qoldi. Ko'chada yoz, issiq, ammo xiyol ochiq turgan eshik orasidan mayin shamol esib turardi. Hali kirmasidanoq muhit uni kirmaslikka undab turardi.
ammo u o'zini his-tuyg'uga berilayotganini zaiflikka yo'yib, eshikni ochib, asta qadam tashlab hovliga yo'l oldi. Hovlida hech narsa o'zgarmagan, bari kecha videoda ko'rganidek edi. Qo'g'irchoqni ko'riboq unga yaqin keldi, ko'zlari yumuq. Ulug'bek ana shundan keyingina tinchlandi. Ayvonga yurib, yerda yotgan dronini topdi. Qo'liga oldi, qaradi. But-butun. Demak, quvvati tugab qolgan. Men sezmabman dedi. Endi Ulug'bek butunlay o'zini erkin tuta boshlagandi. Bemalol hovlini aylanib ko'zdan kechirardi. O'sha oq eshikni tanib, unga yaqin keldi. Biroz tikilib, unda rostdan ham aks ko'rinadimi, yo'qmi, razm soldi. Chang bosgani uchun aksni xira ko'rsatsa ham, unda nimanidir ko'rishni imkoni bor edi. Har holda siluetni ko'rgani rostligi, aslida xalq orasida mish-mish bo'layotgan arvoh inson faktori ekaniga o'ziga yo'q ishonch bilan xursand edi. Demak, qotilni topsam, olamshumul ishni ochgan bo'laman, deb o'ziga o'zi xursand bo'lardi. Shu payt quloqlari ortidan past ovozda "Qaytar dunyo demaganmidim?" degan shivirlashni eshitdi. Seskanib ortiga qaradi, hech kim yo'q. Ulug'bekni shu ondayoq sovuq ter bosdi. Atrofga alangladi. Hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, hovlini zudlik bilan tark qilish payiga tushdi. Darvozaxonaga yetib eshikni ochdi. Chiqayotganida hovlida bir ayolning "Intiqom onlari bu" degan ovozini eshitdi. Ortiga o'girildi. Hech zotni ko'rmadi. Xodim "Kim bu?" deb baqirdi. Javob tariqasida faqat sukunat. Shu on oldingi marhumlarning o'limi oldidagi voqeasi yodiga tushdi. Kameradagi yozuvlarda marhumlar avval uydan baqirib chiqishgan, so'ng turli bir holatlarda vafot etishgandi. Ulug'bek ham o'zi bilmagan holda baqirib yuborgandi. Demak unga qo'rqish kerak emas. Ichki xotirjamlik afzal ekan, deb o'zini o'zi tinchlata boshladi. U o'zidan oldingi marhumlarning ssenariysi bo'yicha ketayotgandan dahshatga tushgandi. Amallab o'zini qo'liga oldi. Eshikni asta tashqaridan yopib, atrofga alangladi. Darvozaxonadan kimdir oynalarni bosib, sindirib yurib kelayotganini eshitdi. Darvozadan bir necha qadam yurib bo'lgan Ulug'bek ortiga qayrilib eshikni ochmoqchi bo'ldi. Kimdir kuzatib kelayotganini tushungandi. Bor jasoratini yig'ib darvozaga yaqinlashib, eshikni ochmagan holda uning tirqishlaridan hovliga razm soldi. Yerdagi siniq oyna parchasiga ko'zi tushdi. Unda xuddi tunda ko'rgan paranjini aksi edi. Kecha u oq-qora tasvirdagi kameradan ko'rgan bo'lsa, endi shuni o'z ko'zi bilan ko'rib turgandi. Boshida sharpa yoki ko'zga ko'rindi deb o'yladi ham, ammo jism va uning atmosferasidan ko'ziga ko'rinmayotganiga ishonch hosil qildi. Eshikni ochishga tavakkal qilmay, ortiga qarab yugurib ketdi. Uni shu hovliga kirib ketganini uzoqdan ko'rganlar hali unga uzoqdan tikilib turardi. Xuddi oxirida uning o'lishini taxmin qilayotganday uzoqdan odamlar uning har bir qadamiga ko'z tashlab turishardi. Tergovchi amallab xonadondan uzoqqa ketib oldi. Haliga kuzatib turgan odamlarning xayolidan o'tgan narsa uni ham chetlab o'tmagandi. U o'z o'limini sezayotgandek qochardi. Ammo o'lmadi. Uddaladi. Lekin yaxshigina qo'rquvni, adrenalinni his qildi. Xuddi siz hozir meni eshitayotganingiz kabi. Ammo u sizdan ko'ra battar ko'proq qo'rqayotgandi. Nimadan qo'rqqanini o'zi ham tushunmadi. Oldin bunchalik qo'rqmagandi. Kechki payt qorong'u xonasi uzra uyg'oq yotarkan, asablari toliqqanini angladi. Shu hovlida kim yashagan ekan degan o'y-xayollar bilan tong ottirdi. Shu kecha tushida haligi qora libosdagi siluetni yana ko'rdi. Quloqlari ortidan esa "Qaytar dunyo demaganmidim" degan ovoz eshitilardi. Jon talvasasida uyg'onib ketdi. Yotog'i oldidagi stakandagi suvni ichib o'ziga kelganday bo'ldi. Nafasini arang rostladi. Ish vaqti boshlanib, ilk ishini shu uy tarixini o'rganishdan boshladi. Oldin bu hovlida ona-bola yashagan, suiqasd sababli uy qarovsiz qolgandi.
Arxivlarni titib, marhumalarning jasadlari va tibbiy ekspertiza xulosalarini ham topdi. Hammasi odatiy edi. Ammo tergovchilar orasida yana bir yozilmagan qonun bor. Hammasi faqat hujjatlarda to'g'ri bo'lsa, demak nimadir noto'g'ri. Yoki hamma narsa mutlaqo oshkor bo'lsa, demak qayerdadir yana bir yashirin narsa ham bor. Ulug'bek aynan mana shu yozilmagan qonun ortidan borish uchun Huvaydoning eng yoshi ulug'larini izlay boshladi va oxiri yoshi 90larga yaqinlashib qolgan Malohat ayani topdi. Torta patir va shirinliklarni ko'tarib uning xonadoniga bordi. Nabiralariga o'zini tanishtirib, onaxondan duo olgani kelganini ma'lum qildi. Hovli supasida Malohat aya bir tizzasini bukib, yostiqqa suyanib o'tirar, tizzasi ustiga esa paxta piyolani muallaq qo'yib qo'ygandi. Salom alik qilib supa chetida o'tirgan Ulug'bekka Malohat aya unchalik e'tibor bermadi. Odatda yoshi ulug'larni ko'rgani ko'p odamlar kelishgani uchun buni ham ular qatorida ko'rdi shekilli. Malohat aya, siz bu mahallaning eskilaridansiz. Menga bu mahallaning tarixi juda qiziq edi. Aytib bera olasizmi? Bolam, bu mahallani 100 yillik tarixini bilaman. Aytib beray desam kunlar yetmaydi. O'sha internetingdan topib ko'raver bolam. Xola, menga bir xonadon haqida aytib bering. Aniqrog'i uni egasi haqida. Hozir ko'p odamlar ko'chib kelgan. Ko'pini tanimayman. O'zim ham oldingiday mahalla kezmayman bolam. Kimni ham tanirdim. Eskilarni ko'pi o'lib ketdi. Men ham ular borar joyga hozirlik ko'rib turgan odam bo'lsam. Avvalo umringiz uzoq bo'lsin aya. Men asosan Tarnov ko'chadagi Sayyora va uning qizi Sojida haqida bilmoqchi edim. Ismlarini eshitiboq bazo'r harakatlanayotgan kampir seskanib ketdi. Tizzasidan piyolani olib, dasturxon ustidagi ko'zoynagini qo'li bilan paypaslab qidira boshladi. Arang topib tergovchiga qaradi. Sen kim bo'lding? Men aslida tergovchiman. Yaqinda bir nechta kishilar marhuma Sayyora opaning uyiga kirib chiqqanlar. Shu tariqa vafot etishgani uchun surishtiruv ishlarini olib borayotgandim. Ket bu yerdan. Qorangni ham ko'rmay, deb asabiylasha boshladi kampir. Aya, xato savol berdimmi yoki noo'rin gapirdimmi? Ket deyapman. Hay Orif, kimni kiritdinglar uyga? Boshimni og'ritib yubordi-ku. Ulug'bek tashrifidan ham, savolidan ham uyaldi. Uzr so'rab ketish oldi, poyabzalini kiyishga otlandi. Darvoza tomon qadam bosar ekan, kampirning shivirlab, "Qaytar dunyo deydilar buni" deganini eshitib qoldi. Ulug'bekning ko'ngliga g'ashlik oraladi. Eski hovlida qulog'iga chalingan iboralarni Malohat ayadan ham takrorlanishi unga juda shubhali tuyulgandi. Ammo yosh qari insonning qon bosimi oshmasligi uchun indamay ketdi. Shu kuni ham Ulug'bek halovatsiz holida yotog'ida shiftga qaraganicha yotardi. Amallab ko'zi uyquga ketdi-yu, yana alg'u-dalg'u tushni ko'rib chiqdi. Tushida shu hovli va undagi sharpa unga shu tunda ham tinchlik bermadi. Uyg'oniboq bu sir sinoatning tagiga yetishi kerakligini anglayotgan Ulug'bek aslida ishni nimadan boshlash kerakligini ham bilmasdi. Ko'rgani haqida aytsa hamma ustidan kuladi, taftish qilay desa aniq bir dalil yoki argument yo'q. Bu yerda esa vafot etgan 4 nafar insonning o'limi aqlga sig'dirib bo'lmas voqelikda ro'y bergan. Nima qilish kerak? Ulug'bek xuddi boshi berk ko'chaga kirib qolganday edi. Chetdan olib qaraganda barcha ishlar, delolar yopilgan, jinoyat uchun qamaladigan odam ham yo'q edi. Ammo Ulug'bek his qilib turardi. Agarda shu ishni tagiga yetmasa, baribir yana kimdir qo'rqqan holida o'ladigan bo'lsa, bu ishni yana unga qayta topshiraverishardi. Ulug'bek o'ylay yana Malohat ayaning oldiga borishga qaror qildi.
eshikni taqillatdi. Malohat ayaning 60ni oralagan o'g'li Orif aka chiqib, eshikni ochdi. Ulug'bekni ko'rdi-yu, eshikni qayta yopmoqchi bo'lganda, Ulug'bek eshikni ushlab qoldi. "Jon aka, iltimos, yordam bering. Aya bilan gaplashib olay", dedi. "Bolam, qo'y, bizni bezovta qilma. Iltimos, o'tinaman. Men shu ishni tagiga yetishim kerak, akajon, iltimos." Orif negadir uning yolvorishiga rad javobini bera olmadi. "Faqat onamni qon bosimlarini oshirma. Yoshlari bir joyga borib qolgan, ko'rib turibsan. Barchamiz qo'rqamiz", dedi. Supada nonni choyga botirib, amallab shimib iste'mol qilayotgan Malohat aya Ulug'bekning salomidan uning ovozini tanidi. "Nega kelding?" "Aya, iltimos, menga yordam bering." "Men nima yordam beraman? Menga u ayol haqida aytib bering. Men uni tanimayman." Aya, u meni tushimga kirayapti." Kampirning qo'llari shu on qaltiray boshladi. Uni yaqiniga chorladi. Yuzlarini qarigan qo'llari bilan siypalab, "Kimsan?" deb so'radi. Ulug'bek uning savoliga tushunmadi. Tushunar-tushunmas hovlida ko'rgan kechirganlarini birin-ketin aytib bera boshladi. Kampirning yuzida bezovtaligi yaqqol sezilardi. Ulug'bekni eshitib bo'lgach esa uning so'zlari rostligiga ishonch hosil qildi va gapirdi. "Gaping rostga o'xshaydi. Rostdan ham sayyora doim paranjida yurardi. Balkim uning bezovta sharpasidir, tag'in bilmadim. O'zi sho'rlik juda yaxshi ayol edi. SSSR davrida ham keng va uzun libosda yurardi. Eri va qizi bor edi. Eri komsomol edi, g'irt kommunist. Keyin qandaydir bir rus ayolga ilakishib Moskvaga ketib qoldi. Qiziga ham achinmadi-ya, iflos. Ayol yolg'iz o'zi qizini tarbiya qila boshladi. Shu vaqtlarda unga ko'plab odamlar sovchi qo'ydi. Sayyora qizini o'gay otadan qizg'andi. Turmush qurmadi. Keyin o'sha 90-yillar keldi. Afti qursin. Qayta qurish deyishdi. Hamma yoqda pul almashar emish degan mishmishlar tarqaldi. Hamma jon talvasada pulini ishlatishga tushdi. Kimdir esa tushunmay ham qoldi. Shu vaqtlarda sayyoraga ko'z olaytirib yurgan rais unga hovlisini sotishni taklif qildi. Ammo sayyora ko'nmadi. Negadir rais unga dushmanlik qila boshladi. Baribir uyingni olaman deb ko'cha-ko'yda ham baqirib yuradigan odat chiqardi. Aslida sayyora uyni sotsa ham, borar yeri ham, yangi olar uyga puli ham yetmasdi. Xullas, pul almashib ko'plab odamlar xonavayron bo'ldi. Ayrimlarni yiqqani xalta pullari bir shisha vinoga teng bo'lib qoldi. Xuddi shular qatori rais ham ancha pulga tushdi. Odamlarni aytishiga qaraganda uyida 2 qop rubli bo'lgan ekan. Bu pullarni odamlar tushida ham ko'rmagandi. O'sha mash'um kechada rais alamdan 3 ta do'sti bilan 2 qop pulni 4 shisha vinoga almashdi. Alamdan ichdi, do'stlarini ham ichirdi. O'zi bu 4 o'g'lon oldindan ulfat edi. O'sha Nozim, Sarvar, Tesha va Shukur. Shu kuni yana yetmaganiga qarzga yana vino olib ichishdi. Mast bo'lib uyga qaytayotganda sayyoraning hovlisi oldidan o'tib qolganida Nozimning miyasi aynidi. Shu ayolni deb men pullarimdan ayrildim. Menga sotsa bo'lardi-ku deb noliy boshladi. Hozir qasdimni olaman deb yurlaring deb uni hovlisi tomon yetaklashdi. Eshikni taqillatib, sayyoraning qizi eshikni ochishi bilan erkaklar hovliga bostirib kirishdi. U yerda sayyora bilan dahanaki urushib, oxiri unga tashlanib ketishadi. Biri qizaloqni qo'l oyog'ini bog'lab ushlab tursa, ikkita iflos esa sayyorani urib tepib ushlab turishardi. Nozim esa mast holida sayyorani zo'rlaydi. Og'zini bog'lab, urib, savalab, ifloslar navbatma-navbat uni zo'rlashadi.
Tun yarmida esa sal o'zlariga kelganday bo'lib, hovlidan juftakni rostlashadi. Biz qo'shnilar bo'lgan ishni ertalab bildik. Hovli o'rtasida qizcha qo'l oyoqlari bog'langan. Tunda bo'lgan ishlarning dahshati uning yuzidan ma'lum edi, bechora. Sayyora esa supada chalajon holida qontalash bo'lib, hushsiz yotardi. Qo'shnilar bilan ularni shifoxonaga olib bordik. Bir oy deganda davolanib kelishdi, ammo ruhiyatlari avvalgidek emasdi. Ana bu ifloslar esa ertasi kuniyoq mahalladan qochib ketishibdi. Na qidiruvga berildi va na ularni topishdi. Militsiyalarga ham qoyil qolmadik o'sha vaqtda. Qo'shnilar bilan galma-gal Sayyoradan xabar olardik, ammo u butunlay hayotdan uzilgandi bolam. Tinmay naslingga urmasa rozi emasman, qaytar dunyo derdi. Ko'zidan yoshi oqaverib, ko'z qorachig'i ham tarqalib ketay degandi. Ko'p o'tmasdan bu isnodga chiday olmay o'zini va qizini o'ldirdi. Hammamiz chuqur qayg'uga botdik. Hamma ana bu ifloslardan nafratlanardi. Ammo Sayyoraning qarg'ishi uzoq kuttirmadi. Nozimni uyiga o't ketdi. Boridan ayrildi. Jizzax tomonlarga qochgan deyishdi. U yerda poyezd tagiga o'zini tashlab o'ldiribdi. Sarvar va Tesha ham pes kasaliga chalinib, xorlikda o'lib ketdi. Shukurni bilmadim, ammo u ham o'lgan bo'lsa kerak. Qizig'i, bularni ortidan farzandlari ham qolmadi. Butun bir nasli bilan qirilib ketdi. Yaqinda vafot etgan haligi Javohirboy deganlari aslida Nozimni nabirasi. Bobosidan qolgan yerlarni o'zlashtirib tadbirkorlik qilardi. Haligi ikkisi ham qolganlarini zurriyotlari. Qaytar dunyo bo'ldi. Hammasi ortig'i bilan qaytdi. O'sha aytganimdek, nasli ham qirilib ketdi bularni. Ulug'bek Malohat ayani jim eshitardi. Bo'lib o'tgan holatlar bejizga emasligini, rostdan ham yomonlik va razillik jazosiz qolmasligiga ich-ichidan amin bo'layotgandi. Shu kuni Malohat ayaning oldidan chiqib uyiga emas, to'g'ri eski hovli egasining qabri boshiga bordi. Ularning haqqiga duo qilib, marhumga hurmat bajo qilmoqchi bo'ldi. Go'rkovdan so'rab surishtirib, amallab ularning qabrini ham topib bordi. Qabriston chekkasidagi eski, baland qabr tosh ekan. Borib biroz sukut saqlab qoldi. Qabriston uzra mayin shamol esar, atrof esa o'ta jimjit edi. Shu payt birdan sovuq shamol ko'tarildi. Biroz chang-to'zon bo'ldi. Ulug'bek ko'zlarini yumib nafas olmay turgandi. Ortidan shivirlagan ovozda "Qaytar dunyo demaganmidim?" degan ovoz keldi. Qo'rqib ortiga o'girilgan ham edi, qarshidagi paranji kiygan sharpani ko'rib dahshatdan o'zini ortga otdi. Ammo ortida qabrning do'ngligi borligi sabab uning ustiga yiqilib tushdi. Turib qochishga urindi-yu, ammo dumalab ketdi. Shu vaqt baland qabrtosh uning boshi ustiga quladi. Ulug'bek shu ondayoq jon taslim qildi. Ertasi kuni tergov idorasida kun mavzusi yosh xodimning o'limi bo'ldi. Kichik tadbir uyushtirilib, vafot etgan xodim uchun xotira marosimi o'tkazildi. Katta tergovchi davra o'rtasiga chiqib nutq so'zlardi. Kuni kecha oramizda katta yo'qotish bo'ldi. Yosh va g'ayratli xodimimiz, ukamiz, shogirdimiz Shukurov Ulug'bek bu yorug' olamdan ko'z yumdi. Tadbir ishtirokchilari orasida Ulug'bek va uning oilasini yaxshi tanigan bir kishining xayolidan quyidagi so'zlar o'tardi. Shukur aka avvaliga o'g'li va kelinidan ayrildi. Keyin bir umr uyqusizlikdan ozor chekib, qariganida yuragi yorilib bo'ldi. Endi esa nabirasi ham o'libdi. Bir nasl shunchaki yo'q bo'lib ketdi. Dunyoning ishlari ajib-a.